Assalamu alaykum, hörmətli Uyghur TV görürmənləri. Bugünkü sağlamlıq proqramımızı görüşünlərni qarşı alımız. Bugün sizlərə apelsinның şifalıq rolunu tanıştırıb ötməkçimiz. Apelsin Suzap ailəsidəki daim kökürüb durduğan bir kiçik dərəxtnin meyvəsi olub, bunun meyvəsi adətdə seriq, yumulaq, sal-pal yapılaq kəlgən meyvə olub, postununki rəngi seriq buldu, qızğış mayıl seriq. İçideki meyvesi mu seyrek, çüçümel buldu. Hem de apelsinnin her 100 gram apelsinnin terkibideki vitaminler ve mineral maddeler tüvenliklerden ibaret. Yani apelsinnin kalsi terkibi 35 mg kalsi, 0,2 mg tümür, 18 mg fosfor, 177 mg kali, 1,3 mg natri, 4,7 mg mis, 16 mg magni, 1 mg sinik, 0,45 mikrogram selin, 0,5 mg vitamin B1, 0,4 mg vitamin B2, 0,5 mg vitamin B6, 277 mikrogram vitamin A, 0,45 mg vitamin E, 33 mg vitamin C, 2 mg nikotinik kislota, 6 mg yoparmak kislotası, 0,5 mg pantotonic kislota, biyologik elementlardan 63 mikrogram, vitamin PP'den 350 mikrogram. Demek bunun da şu kadar vitaminler bakın. Hem de bundan 35 mg kalsi, yani bir insan bedenlik ihtiyacı olan maddeni, yani kalsi, vitamin C qatarlıqlarını apelsin arqılıq toluqlaş mümkün deb qaraymiz. Hem de bunun təbiəti bolsa, ikinci dərəcədə quruq ısıq deb qarılıbdı. Uyğur təbabidi Hamdorla ilmi degan kitabımızı qarığa vaxtımızda bunun da apelsinni ikinci dərəcədə quruq soğuq deb qaraydı. Hem de bu apelsinninki bu ixtilaplıq məsələdə apelsinninki özünün faydalı ve şifalık rolları bizge onu göstersin. Biz bu apelsinnin adeti xüsusiyyəti degan vaxtımızda asaslıqı xilitsiz quruq ısıqni təngişəydi. Yani bu xilitsiz quruq ısıqni təngişəyiş roludan biz bununki apelsinnin yani soğuk ekanligini görüp alaymiz. Hazm qilishni yaxshilash, yalvuq qaytirish, ko'ngilni xush qilish, yurakni quvvatlash, oshqozonning xizmatini yaxshilash, g'ayri-tabiiy safra xiltini təngişəyiş ve onunki o'tkirligini pasaytish deyirkənmiz. Hem de gayet tabi safra, normalde safra maddelerini təngişəyiş, yürekni quvvetləş deginimizde, yüreknin tabiiti ısıq boğandikin, bu soğuk, özünün quruq soğuqlıq tabiiti bilen, yürekni yaşartış, yürekki quvvet veriş rolunu oynaydı. Safranı bolsa, sürüş arqılıq, özünün quruq halıtı, soğuqlıq halıtı bilen, safranı pasaytıdı deb qarasaq, bundan yaxşı maskildi deb qarayman. Tabiitiga bo'lgan ko'z qarashimizni mushundaq bilib olsak, apelsinning qaynatmasini har qatimda 1-3 mg-gacha ukol qilsa, qon besimini o'rlatadi, börekning hajmini kichiklatadi, dori ta'sirining cho'ng kichikligi beqib, miqdorini az ko'pligi bilan buningki miqdorining az ko'pligi bilan munosabatlik deb qaraydi ekan. Endi apelsinni odatda qon besimini buni nayti quyuq holatda quyuqlik qolgan vaqtimizda, uni ukol qilgan vaqtida ashtaq ta'sirini beradi ekan, ammo biz buni tabiiy holatda yegan vaqtimizda apelsin asosliqi quruq issiq kayfiyatni tanishaydi, safraning o'tkirligini pasaydi, g'ayri-tabiiy safra qilib tanishaydi, yurakni quvvatlash, oshqozon xizmatini yaxshilash, yalluq qaytirish, ko'ngilni xush qilish, hazm qilishni yaxshilash degan xususiyatlarini biz bu yerdan ko'rib olaymiz. Endi apelsin degan vaqtimizda apelsin bu qadar vitaminlar mo'l bo'lgan apelsinning faqat 33 mg vitamin C ekan. Eng jiq bo'lgan vitamin C bo'lgan apelsinde, yani bir insan 3 mg bedenge apelsin ihtiyacımız bo'lgan bo'lsa, biz her günü bunundan 50 mg
iste'mol qilishimiz uchun 3% ihtiyacımızı qamdash üçün qanday qilamiz? Har kuni 2 tal apelsin iste'mol qilgan vaqtimizda bedenimizdagi bu 33 mg apelsin bo'lgan bu meyveden 2 tane to'liqlaganda bedenimizdagi vitamin C'ni to'liqlash maqsadiga yeta olamiz. Vitamin C bo'lsa, shu bedenimizga eng ehtiyojli bo'lgan vitamin C'imiz bedenimizdagi shu so'ngaklarimizning yilimini shakllantirishda nihoyat tez rolga ega, ya'ni vitamin C yapmagan vaqtimizda bedendagi so'ngak yiliminingki shakllanishini tezlatadi. Bunun bilan so'ngaklarning shalanishning oldini oladi deb qaraymiz. Apelsin tarkibida vitamin A, vitamin E, vitamin B lar mo'l bo'lib, bu odatda qilqan tomirlarningki jonlanishini yaxshilab, tajisimon arteriya kasalligining oldini oladi. Masalan, yurak qon tomir kasali, tajisimon arteriya kasalliginingki oldini oladi va uningki tajisimon qon tomirlarningki tajisimon arteriyaninki qetishib qolishning oldini oladi. Shunga vitamin C yapmagan vaqtimizda qon tomir xarakterli kasallik bo'lamdi, teri xarakterli kasallik bo'lamdi yoki so'ngak kasalliklar bo'lamdi. Bunday yaxshi unumi yuqori deb qaraymiz. Uningdan boshqa apelsin xarakterlik reseptlar degan vaqtimizda apelsinni normalda qaynoq suvda ezib damlab ichib bersa ko'ngil olishni va qusishni to'xtatadi deb qaraladi. Ondan başqa 3 aydagi madda qurtni yo'q qiladi. Hamda yurak zaiflashganda apelsinning gulini araq tatib, ya'ni araq deganda par suyini maqsad qiladi. Onun par suyini iste'mol qilgan vaqtimizda yurakni va badanni quvvatlaydi deb qaraymiz. Bosh og'riqi manfaat qildi deganda ba'zi issiq mijoz odamlarning beshiga ya'ni apelsinni ezib, sirka bilan aralashtirib ezib chepaganda issiq mijoz odamlarningki bosh og'riqiga manfaat qildi. Apelsinni iste'mol qilsa diqqat qildigan ishlar degan vaqtimizda apelsinni yegan vaqtida tishmiliklerimizga ziyon qiladigan bo'lib, shunga darhol tishimizni tozalab, cho'tkalab, og'zimizni chayqash lozim. Ikkinchisi, apelsinni tomoqdan ilgari yoki och qo'rsoq iste'mol qilishga bo'lmaydi. Apelsinningki tarkibidagi kislotaliq moddalar oshqozonni buzish ehtimoli bo'lg'achqa, buni tomoqdan keyin yeyishni tavsiya qilinadi. Undan boshqa apelsin odatda sut bilan barabar yoki bo'lmasa sut ichib bo'lgandan keyin 1 soat ichida yoki sut ichib 1 soatdan keyin apelsin yeyishga bo'lmaydi. Chunki sutninki tarkibidagi oqsil bilan apelsinninki kislotaliq moddasi birikib, g'ayri bir og'ir hazm bo'lmaydigan narsaga aylanib qoldi. Shuning bilan oshqozonni buzish, ishtahni kesish qatorliq hazmsizlikni keltirib chiqarishga bularga diqqat qilishimiz lozim. Apelsinni davomli iste'mol qilib bergan vaqtimizda yuqori qon besimidagi kishilar va shakar kasali bo'lgan kishilarningki ergashma kasallikning oldini olib bo'ldi. Apelsinni setib olganda birinchidan oningki paqroq postininki zidilanmagan, yaxshi, yumshoq, yumron bo'lganini setilish lozim. Chunki apelsinninki ba'zi yerlari suv tegib yechildab qolgandek bir shaklda bo'lib qolgan bo'lsa, uning ichidagi apelsinni chirib, zaharlanib qolish ehtimoli bo'ldi. Shunga apelsin setib olganda chirib ketgan yoki biroz zehmlangan apelsinlarni olmaslik lozim. Yana birisi posti qalin apelsinlar ichidagi suvni qechib qolgan bo'lib, uni iste'mol qilishda yoki qurib qoldi yoki bo'lmasa tatliq bo'lmay qoldi. Shunga apelsin tanlagan vaqtimizda cho'qim pishgan, yaxshi ranglik pokizini uningki ustiga qaplab turgan, masalan apelsin normalda osonlam bir-biri bilan zaxmlanib chirishni keltirib chiqadigan bo'lg'achqa, buningga cho'qim apelsinning ustini o'rab turadigan bir narsalarni qo'yish, saqlagan vaqtimizda har apelsin ayrim o'rab saqlagan yerlardan elish yoki bo'lmasa olgan vaqtimizda uyda ayrim o'rab saqlashimizga to'g'ri keldi. Apelsinning ziyonli ta'siri degan vaqtimizda apelsinni ko'p iste'mol qilgan vaqtimizda jigarni ojizlashtirib qo'ydi. Endi apelsinning posti degan vaqtimizda buningda mol vitamin C moddasi ko'p bo'lgan bo'lg'achqa, odatda zukamdab qolgan vaqtimizda apelsinning postini damlab ichib bersa, zukamga manfaat qildi. Limon bilan qatib ichib bersimi, ham unumi yuqori bo'ladi. Endi apelsinninki posti normalda qizma qaytirish, suydikni haydash, qon besimini tushirish ro'liga ega. Shu apelsinni odatda qizib qolgan vaqtimizda
binafsha, rumbadiyan, apelsinin postini üçünü birleştirip kaynayıp içpegen vaqtida kızını qaytırış, suydik neydaş, qandısını çürüş yollarına ega. Odatda bu apelsinni vekil karakterlik pişik doğru yasalmaları da apelsin şerbeti, apelsin murabbası yasaş mümkün. Bugünkü dersimiz müşahede ahırlaştı. Köpçülükке rahmet. Assalamu alaikum ve rahmetullah.